Hormanglar, men uy-joylar bilan shug'ullanib yurganligim uchun bugun sizlarga bitta layfhak aytmoqchi edim. Siz $50,000 dan balandroq bo'lgan nejiloy yoki jiloy joy olmoqchisiz. Umuman farqi yo'q. O'zingizga yashashingizga yoki bo'lmasam passivniy aktiv qilib qo'yishingizga yoki bo'lmasam как investor sotib olib, qulay muddatni kutib, o'sha muddatda sotib foydangizni olish uchun umuman farqi yo'q. Mabodo joyni sotib olib muammolarga qolmay deydigan bo'lsangiz, muammoni yechimini taklif qilaman sizga. O'sha siz olmoqchi bo'lgan rayonlarda, joylarda soha mutaxassislari bor, o'sha realtorlar bor. Shu realtorlar bilan birga maslahat qilib, ularga $1000, $500 pul to'lasangizda va ular sizga kamida 60 ta, 70 ta yoki 30 ta obyekt topib bersa, o'zingiz taqqoslab eng qulay, oson sotiladigan, narxiga o'sadigan obyektni olgan bo'lasiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, demak like bosishni sizdan chiqarmay, obuna bo'lishni va yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni. Maslahatimga amal qiladigan bo'lsangiz, yutuq natija sizniki. Ya'ni muammoli obyekt sotib olmaysiz, muammoli joydan olmaysiz va kamida 30 ta obyekt sizga taklif qilinganda eng saralarini tanlaysiz. Eng saralarning orasida sizni taklifingizga rozi bo'ladigan obyekt ham bo'ladi.